Gulji diyarıg laylangan mana hem ravaq 6 yığız uyva mana bugün malayaning bir jadlarini chetib mana bir başqa ekildik. Bu texi putmida bunun chiqishlari va ikinci qavatning layisi va texi qilish bosqichida u. Buni shu shavfanda o'tkazib qilib qolsa ish boshlash tushimiz bo'lmasa shu bizning bu bir asrimiz ulab qilib qolchi bo'laya. Ko'rsang bo'ldi mana. Asosliq manda o'nalni qildigan ustamlar shu Qeshqa diyardan andishni atishdan Xotendan chiqdi. Bir minsu qilg'alaya bu shu shavfanda o'tiblan qilib qolsa o'zimiz bir qo'lliq qo'l tutib qilamiz. O'lchamash deganda 45 metr 30 metr. Meni qo'shilib ko'rsang bo'ldi. Kundan kun yang bo'lg'alaya yo'llayman. Gulji diyarının Moğol küre degan yerga loyiq qilgan minsuning loyisi bitib, buni qurilish qilgan vaqtda buning o'tash nisbati bek tuvan bo'lib qolib, bu qurilishni vaqtini to'xtatib, endi beton qurilma qilib, mushning o'xshib ketgan holatda bir tal xaritadan bir tal sizmoqchi endi. Andan mushta uslubda har xilgan minsu o'ylarni qildirmoqchi bizlar aloqalasanglar bo'ldi. O'zimiz bir qo'lliq qilib beramiz. O'zimiz loyiq qilib, o'zimiz bir qo'lliq qilib beramiz. Ashuning beton qurilmaliq loyisini ko'rmoqchi bo'lsang, meni qo'shilib ko'rsang bo'ldi. Gulji mana ayliq loyiq qilgan to'rikning nusxasi mana mushunga o'xshib ketdi. Mana loyiq qilib turib qilmaydiganini do'yon chiqarib yurmaymiz. Mana qilgan nimalar mana. Qo'l o'yma avalar, haqiqiy qo'l hunarmandchilik deymiz. Mana to'rikni ko'rsangiz bo'ldi. Ashu loyiq qilib chiqarayotgan ravaq uy, ash uyning qurilmasi, yog'ochlik ishlarini mana hamma yerni o'zimiz bir qo'lliq qila olamiz. Mana. Bu osh qishda qilgan nimalar bu ko'rsangiz bo'ldi mana. Qo'shilib ko'rsang bo'ldi, kundan kun yang bag'alayan yo'llayman. Mana mushkul uslub darxilgan uy minsularni soldirmoqchi bo'lsanglar, bizga qilsanglar bo'ldi. Mushni minsu qilib bozor topalandi deyishinglar mumkin. Men shundan bir misol bersam bo'ldi. Qeshqa diyarga har qanday bir sayohatchi birinchilab bordigan yer qadimiy shahar. Buningda endi ortiq gap qilishim no'ashit yo'q. Asosliq kelgan sayohatchilar intan taraqqiy qilgan zamonaviy shaharlardan keldi. Mushta qadimiy yo'sinda mushkul minsu uylan salalar bir oshxona ichib qolsanglar bozor tepishlik gap yo'q. Mushta ishning yog'ochlik ishlari bo'lsa desanglar bo'ldi. O'zimiz bosh yo'lab bir qo'lliq qilib beramiz, meydimiz urib turib. Manda uslubim selishni o'ylash beqina. Zamonaviy sasanglar bo'ldi, lekin odatda sayohatchilar internet taraqqiy qilgan zamonaviy shaharlardan keldi. Shinjang nisbatan manda qadimiy holatda mushkul yo'sinda salalab qolsanglar, ham sayohatchilarning qadam tashrif qilishi bek cho'ng bo'ladi, ham bek qo'l oldi-chu. Qurilishni biz qilgan qurilish emas, boshqa bir peshqadam ustozlik qilgan qurilishlar mana shunchalik sutda mana ko'rsanglar bo'ldi.